Izrailda 30 ming dollar dedi. To'g'risi uzr kechiringlar, doktorlar ham qarshilik qilgan kunlari bo'ldi. Qildirmang degan kunlari bo'ldi. 10-may kuni shu shanba kuni edi. Obeddan keyin bular meni operatsiya qilishdi. Shundan beri men vobshe maza qilyapman, aytaymi, ertalab turishda maza qilyapman. Kechqurun uyg'onib ketishlarim yo'q. To'g'risini aytayapman. 2 marta mashinamni minib Issiqko'lga borib keldim. Bir ishxonamdagi akalar bilan bordim, bir o'zimni ayolim bilan bordim. Men rost xursandman. Nimaga xursandman? Shu Allohim odashtirmadi. Shu yerga olib keldi. O'zim keldim. Mana shu ukalarimiz mana ikkita unga da bab o'ylanar ekan. Rostdan xursandman. Uyimdagi ayolimga ham aytayapman, o'g'illarimni bo'ynini aqqilayapmanki, rahmat bolalar, haligi menga qarshilik qilmadinglar deb. Rost aytayapman, to'g'ri. Ustuvashlarni boshqa oldim. Brushimni oldim. 54 kiyar ekanman, hozir 50 razmer kastirishim oldim. Men xursandman. Kimda kim ikkilanmasdan kesin, rostdan avvalo Xudodan hamma narsa, meditsina rivojlanibdi. Ko'rib kelib tan olinglar. Men boshqa menga bu ukam menga hech kim emas, kelib tanidim. Men asli bir Bo'taqaradanman va Anjan tumanidanman va 14 yil yurdim, o'zim bilaman. Shunday umr bersin hammaga, uzoq umr ko'rsin, salomat bo'linglar bolalar. Bu sag'ir kasal emas deganman, sag'ir o'ziga yarasha kasal. Men boshimdan o'tkizdim, 14 yil boshimdan o'tkizdim. Ayniqsa vesi borlarga qiyin. Endi to'g'risini ham aytish kerak. Sog'lom muhitga men o'tdim bolalar. Shuni men shuni xohlayman aytishdi. Boshqa narsani hech qanaqa qo'shimcha narsa qilganim yo'q. Mana o'tiribman. Mana shu ukam ham o'tiribdi. Boshqa nima qilib beray endi bularga? Yana nima qilib beray? Xurmo yeyapman-da. Xurmo yeyishim mumkin emas edi. Asal choy ertalab ichyapmiz, bir ikkita xurmo yeyapmiz. Bu Allohim o'ta menga bir yengillik berdi. Boshqa narsani bilmayman. Men maza qilyapman.